Test tahlilini davom ettiramiz. Hop, birinchi mock test ditki 17 dan 21 gacha kelgandik. Shartida aytganki, taimil tutko, pogi va kachi, tehva neyong va katin gosil ko'rishibsho. Ya'ni quyidagini eshitib, namuna bilan o'xshash, suhbatning mazmuni bilan o'xshash javobni tanlang deyilgan va har biriga 3 balldan berilgan. Bu yerda hop 17 dan 21 gacha adashmasam 5 ta savol bor. Hop, har biriga 3 balldan beradi. Va siz 15 ballni qo'lga kiritishingiz mumkin agar hammasini to'g'ri bajarsangiz. Namunani ko'radigan bo'lsak, qarang. Erkak aytyaptiki, "Toyo iredo hevese kayo." Shanba kunida ham firmaga borasizmi? Ya'ni ishga borasizmi desa, ayol "Anyo toyo il hago irio irenin chibeso shioyo." Ya'ni yo'q, shanba kuni va yakshanba kunida uyda dam olaman deyapti. Shunda javoblarni ko'radigan bo'lsak, birinchi javobda namjanin hevesavon imniydi. Erkak firma xodimi deyilgan. Bu yerda erkak ayolga savol berdi. Firmaga borasizmi? Bu yerda ayol firma xodimi bo'ladi. Demak, bir xato. Yojanin hevesei tanimliydi. Ayol firmaga qatnaydi, ya'ni ishga qatnaydi. Bu to'g'ri. Ya'ni shanba yakshanbada dam olaman deyapti. Demak, qolgan kunlari u firmaga qatnaydi. Uchinchisi, namjanin toyo ire iramliydi. Erkak shanba kunida ishlaydi. Bu yerda erkakni ishlashi haqida gap yo'q. U faqat shanba kunida firmaga borasizmi deb savol berdi xolos. 3 xato. To'rtinchisi, yojanin irio ire hevese kamliydi. Ayol yakshanba kunida firmaga boradi. Yo'q. U shanba va yakshanbada dam olaman dedi va bormaydi. To'g'ri javob 2 bo'ladi. Bu yerda strategiya qanday? Siz 17 dan 21 gacha suhbatni eshitishdan oldin 4 ta javobni tahlil qilib olsangiz, eshitish jarayonda, eshitish javobida mana bu javoblarni solishtirib ketsangiz bo'ladi. Shunda bittada to'g'ri javobni topish mumkin, ya'ni osonroq demoqchiman. Demak, 17 ni tahlil qilib olamiz. Xo'p, namjanin shiktangil yeyak hesim deydi. Erkak oshxonani buyurtma qildi. Ikkinchisi, yojanin tayim chuye kohyangi kamliydi. Ayol kelasi haftada ona yurtiga boradi. Uchinchisi, namjanin yoja va kachi kohyangi kamliydi. Erkak ayol bilan birga ona yurtiga boradi. Va 4, yojanin chonyoga pihengiril talkomliydi. Ayol kechki paytda, ya'ni kechqurun samolyotga chiqmoqchi. Endi audiosini eshitib olamiz. Bu yerda birinchi mana bu namunani aytadi. Keyin 17 ga o'tadi. 다음을 듣고 보기와 같이 대화 내용과 같은 것을 고르십시오. 보기, 토요일에도 회사에 가요? 아니요. 토요일하고 일요일에는 집에서 쉬어요. 다시 들으십시오. 토요일에도 회사에 가요? 아니요. 토요일하고 일요일에는 집에서 쉬어요. 정답은 2번입니다. 17번. 사라 씨, 다음 주에 고향으로 돌아가죠? 아니요. 이번 주 토요일 저녁 비행기로 가요. 그래요? 그럼 오늘 저녁 같이 먹어요. 다시 들으십시오. 사라 씨, 다음 주에 고향으로 돌아가죠? 아니요. 이번 주 토요일 저녁 비행기로 가요. 그래요? 그럼 오늘 저녁 같이 먹어요. Hop, audioni eshitdingiz. Endi matnini ko'rib chiqamiz. Hop, mana 17. Birinchi erkak aytdiki, Sarashi tayimchuye kohyangiro torakajo. Sara kelasi haftada ona yurtingizga torakadi degani qaytib ketmoq. Qaytib ketyapsizmi? Mana bu jiyo bilib turib so'rash, ya'ni tasdiqlash uchun. Kelasi haftada ona yurtingizga qaytib ketyapsizmi desa, ayol "Anyo, yo'q. Ibonchu toyoil chonyok bihengiro kayo." Mana shu narsa keladi mana.
Hop, yo'q, bu hafta shanba kuni chonyoq degani kechki payt pihengiro kayo. Kechki paytdagi samolyotda boraman deyapti. Shunda erkak kireyo. Shundaymi? Krom onil chonyoq kachi mogoyo. Unday bo'lsa, bugun birga kechki ovqat yeymiz deyapti mana. Chonyoq degani kechki payt yoki kechki ovqat ma'nosini beradi. Mokda yemoq va ikkitasi ujin qilmoq, kechki ovqat yemoq ma'nosini beradi. Hop, matnni tushundingiz. Endi javoblarga qaytamiz. Hop, mana javoblar. Hop, birinchisida erkak mana oshxonani buyurtma qildi deyapti. U buyurtma qilishi haqida gapirmadi. Ayol kelasi haftada ona yurtiga bormoqchi. U bu hafta shanba kuni dedi. Demak, bu ham xato. 2. Erkak ayol bilan birga ona yurtiga bormoqchi. Ular birga bormoqchi emas. Ular birga tushlik kechki ovqat yemoqchi xolos. Va 4 qoladi. Ayol kechki paytda samolyotga chiqmoqchi. Shunda javob 4 bo'ladi. Hop, keyingisi 18. Mana eshitishdan oldin tahlil qilib olamiz. Birinchi javob: Namjanin kopiril shiroham deydi. Erkak kofeni yomon ko'radi. Ikkinchisi: ayol, ya'ni yojanin kopiril chumun halkom deydi. Ayol kofeni buyurtma qilmoqchi. Uchinchisi: Namjanin chusiril mashidiyogo ham deydi. Erkak sharbatni ichmoqchi. To'rtinchisi: yojanin achime keykiril mogossim deydi. Ayol ertalabda, ya'ni nonushtada tortni yedi ma'nosida javoblar kelgan. Endi audiosini eshitib olamiz. 18번. 커피를 마실까요? 저는 주스를 마실게요. 커피는 아침에 마셨어요. 그럼 저도 주스를 마실게요. 케이크도 하나 먹을까요? 네, 좋아요. 다시 들으십시오. 커피를 마실까요? 저는 주스를 마실게요. 커피는 아침에 마셨어요. 그럼 저도 주스를 마실게요. 케이크도 하나 먹을까요? 네, 좋아요. Hop, mana eshitdingiz. Endi matn qismiga o'tadigan bo'lsak. Mana matn qismi. Ayol aytayaptiki, kopiril mashilkayo. Kofe ichamizmi desa, erkak chonin chusiril mashilgayo. Men sharbatni ichaman. Leilgayo degani aman, ya'ni aniq bajariladigan ish harakat uchun ishlatiladi. Hozir erkak shuni xohlayapti, ya'ni sharbat ichaman dedi. Davomida kopinin achimi mashyosoyo. Kofeni ertalabda, ya'ni nonushtada ichgandim deyapti. Shunda ayol yana savol beryapti. Krom chodo chusiril mashilgayo. Unday bo'lsa men ham sharbat ichaman. Keykido hana mogulkayo. Va savol beryapti, qarang mana. Tort ham bitta yeymizmi deb savol bersa, erkak ne cho'ayo. Xo'p, yaxshi deyapti. Demak, ular keyin tort yeykan. Xo'p, tahlilni tushungan bo'lsangiz, endi javoblarga qaytamiz. Xo'p, erkak birinchi javobda mana kofeni yomon ko'radi deyilgan. Kofeni yomon ko'rishi haqida gap yo'q. U nonushtada ichgan. Ikkinchisi, ayol kofeni buyurtma qilmoqchi. Yo'q. Erkak kofe ichmayman, men sharbat ichmoqchiman dedi. Shunda ayol men ham sharbat ichaman dedi. Demak, ayol kofeni buyurtma qilmaydi. Uchinchisi, namjanin chusiril mashiriyoga ham dedi. Erkak sharbatni ichmoqchi. Haqiqatda u sharbat ichmoqchi. O'zi shunaqa dedi. 3 to'g'ri. Yojanin achime keykiril mogosim dedi. Ayol nonushtada tortni yedi. Yo'q, ular birgalikda endi yeyishadi. Yeb bo'lmagan. Shunda javob faqat 3 bo'lib qoladi xolos. Keyingisi 19. Hop, mana tahlil qilsak, eshitish jarayonida o'zi javoblardagi gapni aytib qo'yapti. Shunda osonroq topishingiz mumkin. Bu bitta strategiya. Birinchi javobda namjanin haveye mot kam deydi. Erkak majlisga bora olmaydi. Ikkinchisidan yojanin havei chariyori polkom deydi. Ayol majlis hujjatlarini, ya'ni ma'lumotlarni ko'rmoqchi. Uchinchisida yojanin chigim haveyril shijak haryogo ham deydi. Ayol hozir majlisni boshlamoqchi. To'rtinchisida namjanin intonesiro charyoril chakko ism deydi. Erkak internet orqali ma'lumotlarni, hujjatlarni qidiryapti.
Chatda degani qidirmoq, izlamoq. Endi audiosini eshitib olamiz. (19번) 지금 회의를 시작하기가 힘들 것 같아요. 무슨 문제가 있어요? 여기 인터넷이 잘 안 돼서요. 시간이 좀 걸릴 것 같은데요. 알겠어요. 그럼 회의 자료를 보면서 기다려야겠네요. 다시 들으십시오. 지금 회의를 시작하기가 힘들 것 같아요. 무슨 문제가 있어요? 여기 인터넷이 잘 안 돼서요. 시간이 좀 걸릴 것 같은데요. 알겠어요. 그럼 회의 자료를 보면서 기다려야겠네요. Audioni eshitdingiz. Endi matniga o'tib tahlil qilamiz. Hop, mana 19-si erkak aytayaptiki, 지금 회의를 시작하기가 힘들 것 같아요. Hozir majlisni boshlash qiyinga o'xshaydi. Desa ayol musun munjaga issoyo, nima muammo bor? Ya'ni nima holat yuz berdi? Shunda erkak yogi intonishi chal an tesoyo. Bu yerda ya'ni yoki mana bu internet chal an tveda degani yaxshi ishlamaslik. Mana bu tvesoyo yaxshi ishlamayotganligi sababli ma'nosida keladi. Internet yaxshi ishlamayotgan ekan, shu sababli majlisni boshlash qiyin deyapti. Davomida shigani chom kollil got katin deyo. Vaqt biroz ko'proq ketadiganga o'xshaydi deyapti. Shigani kollida vaqt ketmoq. Shunda ayol algessoyo. Tushundim. Krom hviy charoril pomyonso mana sizga keladi. Unday bo'lsa majlis hujjatlarini ko'rib kidaryoyagenneyo kutishim kerak ekan yoki kutishimiz kerak ekan deyapti. Kalit narsa mana ayol majlis hujjatlarini ko'rib kutadi. Javoblarga qaytadigan bo'lsak, mana javoblar. Erkak majlisga bora olmaydi. Unaqa gap aytilmadi. Ayol mana majlis hujjatlarini ko'rmoqchi. Demak, javob 2 bo'ladi. 2 mos tushyapti. Uchinchisida ayol hozir majlisni boshlamoqchi. Yo'q, internet ishlamayapti, u kutaman dedi. Xo'p, tushundim dedi. Va to'rtinchisida erkak internetdan hujjatlarni qidiryapti. Yo'q, internet ishlamayapti. Shuning uchun bizda to'g'ri javob faqatgina 2. Yaxshi tushundingizga umid qilaman. Endi keyingisi 20. Bu yerda javoblar: birinchisi, yojanin shiktangi so iram deydi. Ayol oshxonada ishlaydi. Ikkinchisi, namjanin shiktangi kanchogi ism deydi. Erkak oshxonaga borgan. Mana bu grammatika unli bo'lsa ne, undosh bo'lsa in shaklida qo'shiladi. In. Mana bu chogi itta degani gan. Ya'ni o'tmishda bir marta bo'lsa ham shu ishni bajarib ko'rgan ma'nosida keladi. Erkak oshxonaga borgan. Uchinchisida yojanin sojome vicheril chalmonim deydi. Ayol kitob do'konining manzilini yaxshi bilmaydi. To'rtinchisida namjanin sojom yopeso yojaril mannal go'shim deydi. Erkak kitob do'koni yonida ayol bilan uchrashmoqchi, ma'noda uchrashmoq. Mana bu leil go'shim deydi. Moqchi grammatikasi kitobiy shaklda yozilgan. Endi audiosini eshitib olamiz. (20번) 네, 하나 식당입니다. 위치를 좀 알고 싶은데요. 한국 서점 옆에 있나요? 아니요. 서점 건너편에 있습니다. 아, 알겠습니다. 다시 들으십시오. 네, 하나 식당입니다. 위치를 좀 알고 싶은데요. 한국 서점 옆에 있나요? 아니요. 서점 건너편에 있습니다. 아, 알겠습니다. Xo'p, audiosini eshitdingiz. Endi matn qismiga o'tadigan bo'lsak,
Mana shu matn qismi, mana 20-chisi. Ayol aytyaptiki, "Ne hana shiktang im" deydi. Hana shiktang eshitadi ma'nosida keladi. Ya'ni ha, bu yer hana oshxonasi. Demak, ayol o'sha oshxonada ishchi. Unga telefon bo'lgan. Shunda erkak aytyaptiki, "Вечерил чом algoshpindeyo." Vichi degani manzil, adres, ya'ni oshxonani manzilini bilishni xohlayman. Shu uchun telefon qildim. Hanguk sojom yoppe indayo. Koreys kitob do'koni yonida bormi, ya'ni joylashganmi deb so'rayapti. Mana bu nayo xushmuomalalikni ifodalaydi. Xolos. Faqat savol berish uchun ishlatiladi. Fe'lga qo'shiladi. Va bu yerda ayol aytyaptiki, "Anyo sojom konnopyone ism" deydi. Yo'q, kitob do'koni qarama-qarshi tomonda joylashgan. Konnopyon degani qarama-qarshi tomon, ya'ni ro'parasi. Shunda erkak "Ne algisim" deydi. "Xo'p, tushundim" deyapti. Endi javoblarga qaytadigan bo'lsak, javoblarni ko'radigan bo'lsak, mana birinchisida ayol shiktangiso iram deydi. Oshxonada ishlaydi. Haqiqatda u manzilni aytdi, u oshxonada ishlaydi. Bir to'g'ri. Ikkinchi javobda namjanin shiktangi qanchaga ismda. Erkak oshxonaga borgan. Yo'q, u manzilni bilmaydi, shuning uchun telefon qilib so'rayapti. U bormagan bo'ladi, ikki xato. Uchinchisi, ayol kitob do'konining manzilini yaxshi bilmaydi. Yo'q, u tushuntirib qo'ydi. Manzilni bilmaslik haqida gap yo'q. Va 4, namjanin sojom yopeso yojaril manal komnida. Go'shim deydi. Erkak kitob do'koni yonida ayol bilan uchrashmoqchi. Yo'q, u ayol bilan uchrashmaydi. U manzilni so'radi. Shunda javob faqat 1 bo'lib qoladi. To'g'ri javob 1. Va 21-chisi tahlil qilamiz. Hop, yojanin arbaitiril hago ism deydi. Ayol qo'shimcha ish qilyapti. 2. Yojanin nori kongvone kanin gosul choaham deydi. Ayol nori kongvon degani yoshlar parki, yoshlar bog'iga borishni yaxshi ko'radi. 3-chisi, namjanin nori kongvon esa iran chogi ism deydi. Erkak yoshlar bog'ida ishlagan. 4-chisida namjanin ajik arbaiti hal gosil mot chajassim deydi. Erkak hali qo'shimcha ishlaydigan joyni topolmadi. Mot chajassimni topolmadi ma'nosida kelyapti. Endi audiosini eshitib olamiz. 21번. 진수 씨, 아르바이트 할 곳을 찾았어요? 아니요. 아직 못 찾았어요. 놀이공원에서 방학 동안 아르바이트 할 사람을 찾고 있는데 같이 신청해 볼래요? 놀이공원 아르바이트는 안 해봤는데요. 그럼 같이 한번 신청해봐요. 다시 들으십시오. 진수 씨, 아르바이트 할 곳을 찾았어요? 아니요. 아직 못 찾았어요. 놀이공원에서 방학 동안 아르바이트 할 사람을 찾고 있는데 같이 신청해 볼래요? 놀이공원 아르바이트는 안 해봤는데요. 그럼 같이 한번 신청해봐요. Audiosini eshitdingiz. Endi matn qismiga o'tamiz. Mana shu matn qismi. Bu yerda ayol savol berdi. Jinsushi arbaiti hal gosil chajassoyo. Jinsu qo'shimcha ishlaydigan joyni topdingizmi desa, erkak aniyo ajik mot chajassoyo. Yo'q, hali topolmadim deb javob berdi. Shunda ayol nori kongvoneso panghak tongan arbaiti hal saramil chakko inninde kachi shinchong hepolleyo. Yoshlar bog'ida ta'til davomida qo'shimcha ishlaydigan odamlarni qidirishayotgan edi. Birga registratsiya qilib ko'ramizmi deyapti. Yoki ko'rishni xohlaysizmi deyapti. Shunda erkak nori kongvon arbaitinin an hebanin deyo. Yoshlar bog'ida qo'shimcha ishni qilib ko'rmaganman. Krom kachi hanbon shinchong hepayo. Unda birga bir marta registratsiya qilib ko'ramiz. Ya'ni bir urinib ko'ramiz deyapti. Hop, matnni tushungan bo'lsangiz, endi javoblarga qaytamiz. Mana javoblar qismi. Bu
Bu yerda birinchi javobda yojanin arbeiтерil hago ismida ayol qo'shimcha ishlayapti. U ishlamayapti, birga registratsiya qilamiz dedi. Ikkinchisida yojanin norikongoni kanin go'sil choam dedi. Ayol yoshlar bog'iga borishni yaxshi ko'radi. Bu haqida gap aytilmadi, yaxshi ko'rish haqida. Uchinchisi, erkak yoshlar bog'ida mana ilhan chogi ismida ishlagan. Yo'q, u oxirgi gapda ishlamaganman dedi. Va to'rt qoladi. Erkak hali qo'shimcha ish qiladigan joyni topolmadi ma'nosida keladi. To'g'ri javob 4 bo'ladi. Hop, tahlilimiz shu joygacha edi. Yaxshi tushundingiz degan umiddaman. 17 dan 21 gacha ko'rib chiqdik. Keyingi videolarda qolgan qismini ko'rib chiqamiz.